Assalomu alaykum aka parrandash qozlari. Bozordan tovuq olib kelib, umuman xonadoningizdagi tovuqlarga qo'shmang. Toki shu usulni qilmagungacha, chunki bozordagi ayrim tovuqlarda kasallik bo'ladi. Bu kasallikni olib kelib uyingizga, parrandalaringizga qo'shsangiz, ular ham kasallanadi. Bu usul mana qalampir yo qalampirni maydalangani, bitta piyoz, bir kasacha xatar. Bularni hammasini aralashtirib bersangiz, xudo xolasa bu kasalliklarni yo'qotishga sabab bo'lib qoladi. Hozir biz bilan tayyorlab sizlarga bir ko'rsatamiz. Shunaqa foydali videolarni yo'qotib qo'ymaslik uchun bizning sahifamizga obuna bo'ling va like bosishni unutib qo'ymang. Hammaga rahmat.